Dada, hammasi olmos ekan. Lekin qanaqasiga? Dada, ichidagi hammasi olmosmi? Xuddi shunday. Shuning uchun ham uni sovg'asini arzimagan sovg'a dedim, qizim. Jin ursin, bunisi mayda ekan-ku. Yo'qol. Linam aka, Ananni xursand qilmoqchiligingizni tushunaman. Lekin buncha ko'p soxta olmos bilan odamlarni aldashingiz shart emas. Soxta olmos? Ha, bu soxta. Shuncha haqiqiy olmos qancha turishini bilasanmi o'zi? Odamni ensasi qotadi bundan. Hozirgi zamonda ham soxta olmos bilan aldaydiganlar bor ekanda. Nimalar deyapsan? Dadam hali buni haqiqiy demadilar. O'zim tushunmadim xolos. Hech qanaqa soxta olmos yo'q. An. Hamma olmoslar rostdan ham haqiqiy. Shuncha olmosi borligiga qaraganda Linam aka ancha boy odamga o'xshaydi. Hatto Binni otasidan ham boyroq shekilli. Uni otasi kim? Binni otasi aynan mana shu mehmonxonani xo'jayini. DJ mehmonxona sohasida uni tanimaydigan odamni o'zi yo'q. Sen uni o'g'limisan? Dadang hozirgina mendan qizimni tug'ilgan kuni bilan tabriklashga ruxsat so'ragandi. Dada, Rost aytyapman. Anam, u seni otang bo'lgani uchun hurmat qilayotgandim. Lekin u otamni haqorat qilishga jur'at qildi. Endi u otamdan uzr so'rash shart. To'g'ri. Janobli juda nufuzli inson. Siz oddiy haydovchi bo'la turib uni haqoratlashga haqqingiz yo'q. Nima? Haqorat? Hali haqoratladimmi? Otangni qizim uchun qadah ko'tarishga taklif qildim. Bu unga ko'rsatgan hurmatim edi.